Nimaga hammada o'xshaydigan Napoleon torti menda o'xshamaydi? Oralari g'ovak bo'lmaydi. Har doim pulimni ketkazib sotib olaman deydigan opa-singillarim, bu yoqqa keling. Bittada o'xshab chiqadigan retseptni o'rgatib qo'yaman. Margarinni unga belab, yo'rkadan chiqazib olamiz. Alohida idishga muzday suv, tuxum, tuz, uksusni solib aralashtiramiz. Unli massa bilan aralashtirib, chala qorilgan xamir holatiga keltirib olamiz. Xamirni 6 bo'lakka bo'lib, har birini katta qilib yoyib, konvert shaklida buklab olamiz. Tayyor konvertlarni kamida 3 soatga xolodilnikka jo'natamiz. So'ngra har birini yoyib, listni orqa tarafiga joylashtirib, chetlarini kesib chiqamiz. Vilk urib 10-12 daqiqadan pishirib olamiz. Ko'zlarni sovutib, orasiga sariyog' bilan molokoni aralashtirib, surkab chiqamiz. Sizga shunaqasi yoqqanligi uchun men molokoni o'zini surkab chiqdim. Chetidan ortgan xamirlarni pishirib maydalab, ustlariga sepamiz. Ustidan salofan qo'yib, yaxshilab bosamiz. Napoleonimiz qanchalik o'xshagan-o'xshamaganini kesilishidan bilib olsangiz ham bo'ladi. Og'izda eriydigan, zakazlarga ham tayyorlab bemalol daromad qilsangiz bo'ladigan Napoleonimiz tayyor. Ishlatilgan mahsulotlar miqdorini to'liq yozib qoldiraman. Ayniqsa hozirgi yomg'irli havolarda issiqqina ko'felar bilan zo'r ketadi. Videoni saqlab oling, Napoleonga o'xshamaydigan dugonangizga ham jo'natib qo'ying.